Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qalblarimizni idora etib turadigan, undagi kasalliklarga davo beradigan Alloh subhanahu va taologa o'zi biladigan adadicha hamd va sano bo'lsin. Qalb kasalliklarining davosini ummatiga o'rgatgan va bu yo'lda eng yaxshi o'rnak bo'lgan Muhammad Mustafoga salovat va durudlar yog'ilsin. Bugungi dasturimizda bir qator jiddiy masalalar haqida so'z borsa hamki, dastlabki sahifani qalbiy muolajaga bag'ishladik. Keyin esa payg'ambar alayhisalomning siratlariga nazar tashlaymiz. Bugungi kunning namoz xususidagi kashfiyotlari borasida mulohaza yuritamiz. Payg'ambarimiz o'gitlari. Biz o'tgan sonimizda qalb kasalligi va baxtsizligi belgilari haqida suhbatlashishga kelishib olgan edik. Demak, ana shu jiddiy holatlarni o'rganib, undan salomat qolishning yo'llarini izlashga kirishamiz. Olimlar qalb kasalliklari haqida quyidagilarni aytishgan. Birinchisi, kasal qalbni noma'qul ishlarning jarohati og'ritmaydi. Aytingchi, qalbimizning jarohatlaridan, kecha-yu kunduz qilayotgan gunoh va ma'siyatlarimizdan dillarimiz og'riyaptimi? Gunoh qilgan onimiz afsus chekib, tavba tazarru qilyapmizmi? Sodir bo'layotgan munkar va gunoh narsalar bizni alamlantirdimi? Bu munkarlarni o'zgartirish uchun harakat qildikmi? O'zida bo'lsin, jamiyatida bo'lsin yaxshilikni bilmaydigan, munkarni inkor qilmaydigan qalb egasi vaqtni qo'ldan boy bermay zudlik bilan qalbini davolashga kirishmoqi kerak. Ikkinchisi, kasal qalb egasi gunoh qilayotganda lazzat oladi, keyin esa rohatlanadi. Mo'min esa Allohga osiy bo'lsa, afsus chekib istig'forlar aytadi. Vaqtni boy bermay zudlik bilan Allohga tavba qilishga shoshiladi. Menga afsuslar bo'lsinki, olimlarning bu so'zlari ba'zi odamlarga mos tushadi. Ulardan ba'zilari kinofilmlarni tomosha qilishda lazzatlanadilar va bu lazzat ular bilan uzoq vaqt davom etadi. Ba'zilar esa futbol musobaqalarida hozir bo'lish yoki efir orqali ko'rish bilan lazzat oladilar. Agar u suygan jamoa g'olib bo'lsa, bu lazzat yanada davomli bo'ladi. Shu gaplardan keyin bu ishning xatarini tushunib yetamizmikan? Uchinchisi, kasal qalb egasi tubanlikni oliylikdan afzal ko'radi. Oddiy ishlar qolib arzimas narsalarga e'tibor beradi. Ba'zi musulmonlarning o'z birodarlari va ummat holidan tashvishlanmasdan arzimas narsalarni din ahkomlari, islom ulamolari va imomlarni bilgandan ko'ra ko'proq bilishlari haqida nima deyishimiz mumkin? Boshqa yurtdagi dindosh birodarlarning muammolari bilan unchalik qiziqisharmikan? Bundaylarning qalbi salomatmi? Biz bunday insonlarga qarata qalbingdan ogoh bo'l, u halokat yoqasida deymiz. To'rtinchisi, kasal qalb egasi haqiqatni yoqtirmaydi, undan siqiladi. Bu munofiqlikning boshlanishi, balki nihoyasidir. Beshinchisi, kasal qalb egasi solih odamlardan yotsiraydi, gunohkor osiylar bilan ulfat bo'ladi. Ba'zi odamlar solih kishilar bilan birga o'tirishga toqat qila olmaydilar. Ular bilan ulfatlasha olmaydilar, balki ularni va o'tirishlarini masxara qilib kuladilar. Bunday odamlar palit va gunohkor kimsalar bilan birga o'tirsalargina ko'ngillari yorishadi. Shubhasiz bu ular qalbidagi maraz va buzuqliklarga dalildir. Oltinchisi, kasal qalb egasi shubhalarni qabul qilib, ular bilan ta'sirlanadi, tortishishni sevadi, Qur'on o'qishdan uzoq bo'ladi. Yettinchisi, kasal qalb sohibi Allohdan boshqasidan Allohdan qo'rqqanidek qo'rqadi. Shuning uchun ham Imom Ahmad rahmatullohi alayh agar qalbingni tuzatsang edi, biron mahluqdan qo'rqmas eding deganlar. Biz ibn Abdussalom rahmatullohi alayh tarixda yashagan zolim hokim qarshisiga peshvoz chiqib, og'ir so'zlarni aytadi. Keyin esa odamlar, "Ey imom, undan qo'rqmadingizmi?" deb so'rashdi. U zot Allohning buyukligini tasavvur qildim. Shunda haligi odam mening nazarimda mushukdek bo'lib qoldi deb javob bergan edi. Bu rivoyatdan o'rnak olish fursati yetib keldi. Shubhasiz bu qalb hastadir va oqil odam nafsining dushmanidir. 8-si, qalbda ishq bo'lishi. Kishi ishqqa tavhidi va iymoni zaifligi sababli mubtalo bo'ladi. Allohga qaytuvchi qalbda esa ishqdan to'suvchi ikki narsa bo'ladi. Allohga inobat qilishi, ya'ni qaytishi, unigina suyishi va undan qo'rqishi. 9-si, kasal qalb na yaxshilikni va na yomonlikni biladi va na o'gitlardan ta'sirlanadi. Xotima o'rnida nima deyishimiz mumkin? Mavzuni yoritishni cho'zib yuborgan bo'lsak, buning sababi faqat sizlarning e'tiborlaringizni tortish edi. Bas Allohdan qo'rqaylik, qalblarimizga rahim qilaylik, ularni ezguliklarga undab,
yomonlik va zararli narsalardan saqlaylik. Yurak kasaliga chalinganini bilgan odam qanchalar qayg'uradi. Xo'sh, ertayu kech qalblarimizga ro'baro bo'layotgan sinovlarga, gunoh ma'siyatlari sababli qalblarimizga yetayotgan jarohat va kasalliklarga ana shu odamdek qayg'urdikmi? Qalblarimiz haqida Allohdan qo'rqaylik, chunki najot uning sog'lomligida. Alloh taolo Shuara surasining 88-oyatida marhamat qiladi. U kunda na mol va davlat va na bola chaqa foyda bermas, magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargina foyda berar. Aytinglarchi, sudxo'rlikka yordam, pora olish va berish, odamlarning sharafiga tegadigan g'iybat va chaqimchilik kabi son-sanoqsiz gunohlar ummonida ekanimizda Allohdan qo'rqdikmi? Qalblarimizga shafqat qilaylik. Qur'onni ko'p tilovat qilish, o'qib o'rganish, nafil ibodatlarni ko'paytirish, ko'p sadaqalar berish va Allohni ko'p zikr qilish bilan qalblarimizni Allohning ibodatiga undaylik, toki Allohga tavba tazarruli, sog'lom qalb bilan yo'liqaylik. Boshqalarning qalblari bilan mashg'ul bo'lib, o'z qalblarini unutgan birodarlarimizni qayta ogohlantiramiz. Qalbingizni qutqaring. Allohim, sendan ishlarda matonat va yo'lingda sabotni, ne'matlaringga shukrona keltirish va ibodatlaringni chiroyli qilishni, o'zingga ma'lum bo'lgan eng yaxshi narsalarni berishingni so'raymiz. Sengagina ma'lum bo'lgan yomonliklardan panoh so'raymiz. Allohim, bilmay qilib qo'ygan xato va gunohlarimizni mag'firat qilishingni tilaymiz. Allohim, sendan sog'lom qalb va to'g'ri so'z tilni so'raymiz. Payg'ambarimiz siyratiga chizgilar. Aslida biz hammamiz ma'lum ma'noda o'z idealimizga egamiz. Hammamiz ham hayotda kimlarnidir chin dilimizdan yaxshi ko'ramiz, ularga havas qilamiz, qilayotgan ishlariga ergashamiz, ularning darajasiga erishishni xohlaymiz. Biroq tarixda shunday insonlar bo'lganki, ularga butun bir xalq, millatlar ergashgan. Unga bir necha misollar keltirishimiz mumkin. 19-asrda Napoleon Bonaparte, 1930-40-yillarda fashistlar orasida Adolf Hitler, sobiq SSRda Vladimir Ilich Lenin. Ularning nomini yana shuncha davom ettirish mumkin, lekin ularning barchasi insonlar qalbida hech qancha yashay olishmadi. Shamol hazonlarni supurib ketgani singari insonlar ongidan ulut bo'lib ketishdi. Ularning nomi faqat satrlardagina qoldi. Ideal inson tushunchasi haqiqatan ham qiziqarli va muhim mavzu. Usiz hayotni tasavvur etish qiyin. Ideal insonni topish uchun tarixda ko'plab mutafakkir va olimlar tomonidan uzoq yillik izlanishlar olib borilgan. Ularning maqsadlari esa bitta edi. Ular qidirayotgan ideal inson butun insoniyatga har tomonlama namuna vazifasini bajarishi lozim. Insonlar unga qarab o'zlarining kamchiliklarini, yomon odatlarini to'g'rilasinlar, natijada insoniyat shu yo'l bilan jaholatdan qutulsin, yetib kelgan jar yoqasidan orqaga qaytsin. Bu yo'nalishda ish olib borgan olimlardan biri eng mashhuri nemis mutafakkiri Friedrich Nietzschedir. U o'zining Superman, ideal inson nazariyasi bilan butun dunyoga tanildi va tarixda o'ziga xos o'chmas iz qoldirdi. Bu nazariyada u Superman prototipi sifatida tarixning mashhur insonlari bo'lmish Cezare Borgia, Julius Caesar, Napoleon Bonapartelarni tatbiq etadi. Lekin ularning yutuqlari bilan birga kamchiliklari ham ko'pligi tufayli ular Nietzsche xohlaganidek ideal inson bo'la olmaydilar. Nietzsche komil inson sifatida shunday shaxsni orzu qiladi. Men o'limga tik boqib, umr kechirishdan o'zgacha yashay olmaydiganlarni sevaman. Zotan ular ko'prikdan o'tib boradilar. Men shunday odamni sevamanki, u o'z yaxshiligini sevadi. Zotan yaxshilik halokatning o'qidir. Men shunday odamni sevamanki, u o'zi uchun bir qatra ruh asramaydi, lekin o'zi butunlay yaxshilikning ruhi bo'lmoqqa intiladi. Nietzsche nazarida Superman idealiga eng yaqin inson Goethe bo'lib chiqadi. Nietzsche shunday yozadi: Goethe tabiatan kuchli ehtiroslarga ega edi, lekin ularni tiya bildi. U istagan narsa butunlik edi. U aql, hissiyot, tuyg'ular va irodaning parokandaligiga qarshi kurashdi. U kuchsiz bo'lgani uchun emas, balki kuchli bo'lgani uchun bag'ri keng edi. Goethe bu xislatlarga qanday erishdi? Bizning bu savolimizga javobni Goethening qoldirib ketgan qo'lyozmalari va asarlaridan olamiz. Lekin biz bu haqda fikr yuritishdan oldin Sharqdagi ushbu sohaga oid fikrlarga to'xtalmoqchimiz.
Sharq dunyosida bu yo'nalishda anchagina yorqin va mazmunli fikrlar mavjud. Bunga misol tariqasida Abu Nasr Farobiyning Fozil odamlar